Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, efirda tarixiy savol ko'rsatuvi. Barchamizga yaxshi ma'lum, 16-19 asrlarda yurtimiz hududida hukmronlik qilgan 3 xonlik orasidan Xiva xonligining alohida o'rni bor va albatta buning o'ziga xos sabablari ham yetarli. Bugun ko'rsatuvimiz mavzusi Xiva xonligidagi adabiy muhit va undagi tarixnavislik haqida bo'ladi. Dastavval mehmonlarimiz bilan tanishib olamiz. Sohiba Umarova Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti. Nigora Egamberdiyeva Toshkent amaliy fanlar universiteti professori, tarix fanlari doktori. Tozagul Matyoqubova Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi. Masharib Abdullayev san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugun ko'rsatuvimiz mavzusi Xiva xonligi adabiy muhiti va undagi tarixnavislik haqida ekan. Avvalo bir savolga javob topib olishimiz kerak. Bu ham bo'lsa, Xiva xonligidagi adabiy muhit o'z davridagi boshqa adabiy muhitlardan yoki undan avvalgi yoki keyingi adabiy muhitlardan nimasi bilan farq qiladi, ajralib turadigan jihatlari nimalardan iborat? Tozagul opa, marhamat. Rahmat. Xiva adabiy muhit haqida so'z yuritilar ekan, avvalo tarixdan bizga ma'lumki 16-asrda Shayboniylardan bo'lgan Elbarsxon hukmronlik qilgan va ana shu 16-asr boshlaridan boshlab Xorazm xonligi Xiva xonligi deb atala boshladi. Demak, Xiva xonligi mana shu Xorazm hududida shakllangan ekan, uni adabiy muhitni shakllanishini ham obyektiv, subyektiv sabablari bor. Avvalo aytishimiz mumkinki, Xivada hukmronlik qilgan xonlar ma'rifatli, ma'naviyatli, ilm-fanni tushunadigan insonlar bo'lgan va ular hududdagi ilm-fan ahlini, tarixnavislarni, adabiyotshunoslarni bir davraga jamlab adabiy kechalar o'tkazgan. Aynan Xiva adabiy muhitini gullab yashnagan davri Muhammad Rahimxon II, ya'ni Feruz davriga to'g'ri keladi. Bu endi 19-asrning ikkinchi yarmi. Ikkinchi yarmi. Feruz bu davrda, demak, san'atkorlarni o'z oldiga, adabiyotshunoslarni jamlar ekan, ularni ma'lum bir ko'rikdan o'tkazgan. Bobojon Tarroq, Laffasiylarning ma'lumot berishiga ko'ra, Feruz mana shu aynan o'z oldiga ishga taklif qiladigan amaldorlarni birinchidan she'riyatga iste'dodini, ikkinchidan o'z tarixini qanchalik bilishini, uchinchidan esa ularni musiqaga munosabatini sinovdan o'tkazib ko'rgan. Bobojon Tarroqni ma'lumotlariga ko'ra, Ahmadjon Tabibiy xonni saroyiga tashrif buyurar ekan, uni demak Feruz 9 baytlik she'r yozishni taklif qiladi. Nihoyatda murakkab mavzuda. Ahmadjon Tabibiy bu paytda yosh bo'ladi. Yosh bo'lsa ham, demak, mana shu 9 baytli g'azalni aytadi va saroydan muqim o'rin olib, 1910-yilda vafot etgunga qadar Xivada xon saroyida saroy shoirlaridan bittasi va saroylar shoirlari rahnamosi sifatida faoliyat yuritgan. Endi yana aytishimiz mumkinki, Xivada bu davrda kitobot san'ati shakllangan va rivojlangan. Kitobot san'ati boshqa adabiy muhitlardan farqli holda g'azallar alohida, muhammaslar alohida kitobat qilingan. Demak, Bayozi g'azaliyot, Bayozi muhammasot nomlari bilan nashr qilingan va yana e'tiborli jihati shundaki, Xivada kitobot san'atini nazariy asoslari ishlab chiqilgan. Munisni Savodi ta'lim risolasi aynan kitobot san'atini nazariy qoidalarini ishlab chiqishga bag'ishlanadi. Ikkinchidan, boshqa adabiy muhitlardan farqli holda Xivada shajaraviy tarixnavislik davom etadi. Abulg'ozi Bahodirxon boshlab bergan tarixnavislik an'anasi 19-asrgacha bo'lgan davrda to'xtab qolgan edi. Buni anglagan Eltuzarxon Sher Muhammad Munisga aynan tarixni yozishni topshiradi. Firdavsil Iqbol nomli kitob yuzaga keladi, ammo bu kitobni ogahiy davom ettirdi. Chunki Munis kasallik tufayli 1829-yilda vafot etib ketdi. Demak, mana shu an'anani ogahiy, Munisdan keyin ogahiy, bayoniy singari shoirlarimiz ham shoir sifatida, ham tarixnavis sifatida davom ettirishdi. Yana Xivada an'anaviy ravishda, demak, taskiranavislik davom etdi.
demak bu taskiranavislik ham Alisher Navoiy boshlab bergan turkiy tildagi taskiralardan tubdan farq qiladi. Demak, mana shu aynan Ahmadjon Tabibiy tuzgan ikkita taskira ham she'riy usulda yozilgan. Yoki Bobojon Tarroq tomonidan tasnif berilgan taskirada birorta ham she'r yo'q. 12 ta savol qo'yilib, o'sha savollarga javob beriladi. Lafasi esa an'anaviy tarzda ham nasriy ham she'riy usulda taskira yozish an'anasini davom ettirgan. Bundan tashqari aytishimiz kerak bo'lgan kino san'ati rivojlandi, musiqanavislik taraqqiy qildi. Xivada yana xalq teatri shakllandi, masxarabozlik ko'rinishida, xalq sayrlari ko'rinishida. Bunday misollarni Xiva adabiy muhiti haqida gapirganda juda ko'plab keltirishimiz mumkin. Albatta, Xiva adabiy muhiti haqida gapirganda siz asosan o'sha Muhammad Rahimxon ikkinchi davriga to'xtalyapsiz-da. Siz qanday qo'shimchalar qila olasiz, Sohib opa? Avvalambor Muhammad Yusuf Bayoniyning Shajarai Xorazmshohiy asarida Xiva adabiy muhiti haqida qimmatli ma'lumotlar berilganligini guvohi bo'lamiz. Bundan ma'lum bo'ladiki, ma'rifatli shoir Muhammad Rahimxon II ko'proq Hirot adabiy muhitiga monand bir anjuman tashkil etgan, majlis tashkil etganda unga barchani hozir aytilgandek ustozimiz aytdilar, jalb etishga harakat qilgan. Hattoki shahzoda shoirlarga ham o'zlarini talablarini qo'ygan. Divon tartib qilish yoki o'sha payravlar o'zlarini yozgan g'azallariga payrav yozishni ham an'ana tusiga keltirib katta bir aytishimiz mumkin. Ahmadjon Tabibiy tomonidan tuzilgan o'sha Majmui-si Sho'roy Payravi Firuz Shohiy degan katta bir asarning yozilishiga sabab bo'lgan. Endi Bayoniyni faktlariga, o'sha ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, Firuz haftada 2 marta, buni ko'pchilik biladi, juma va dushanba kunlari majlis qilarkanlarda olimlar, fuzololar, shoirlar barchasini yig'ib ketma-ket ulardan she'rlarni eshitar ekan. Bayoniyni o'zi bunga bir izoh berib o'tadi, aytadiki, o'zi Muhammad Rahimxon Soniy deydi, she'rga tabi baland edi. Ular avvaldan Feruz taxallusi bilan mutaxallus bilan she'r aytur erdilar. Shuning uchun aytilgan she'rlarni qanaqa she'r ekanligini yoki vaznida yoki o'sha boshqa bir poetik mahorati bilan bog'liq bo'lgan kamchiliklarni ham shoh tuzatib borgan. Shoh o'shani kuzatib borgan. Aynan mana shunday holatlar Alisher Navoiy zamoniga bir monand o'xshab ketadi. Firuz shunga harakat qilgan. Biz bilamiz, Turkiya adabiyot tarixida bir oltin sahifalarni yaratgan Hirot adabiy muhiti keyingi davrlar adabiy muhiti uchun bir maktab vazifasini bajardi. Shu nuqtai nazardan Hirot adabiy muhitiga monand Xorazm adabiy muhiti ham kengaydi. Bayoniy aytadi, kam 5 kam 40 deydi, shoir bu majlisda yig'ilgan edi va ularning deyarli hammasi divon tartib berdilar deydi. Bugungi kunda bu divonlarni mana biz ko'rib chiqyapmiz. Bu divonlar Sharqshunoslik institutida saqlanadi yoki o'sha Xiva Ichanqal'a davlat muzeyida saqlanadi yoki mana chet ellarda, Rossiyada ko'pgina qo'lyozmalar o'sha davrni bir ijodiy mahsuli sifatida bugungacha yetib kelgan. Shu savolga qo'shimcha qilsam, mana adabiy muhit haqida gapiryapmiz. Avvalo bu adabiy madaniy muhitni vujudga kelish sabablari, ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy sabablar haqida to'xtalishimiz kerak. Chunki xonliklar tashkil topgan paytda birdaniga madaniy adabiy muhit vujudga kelmadi. Chunki xonliklarni o'zaro kurashlari, ichki kurashlar, bir-biri bilan siyosiy mojarolar bor edi. Qachonki madaniy hayot rivojlanadi, u yerda siyosiy barqarorlik bo'lsa, mana shu siyosiy barqarorlik iqtisodiy barqarorlikka olib keladi va iqtisodiy barqarorlik, to'kinlik bo'lgan joyda ilm, fan, madaniyat, san'at, adabiyot rivoji uchun zamin hozirlanadi. Bu O'rta Osiyoni so'nggi xonliklar davridagi dastlabki bir ilmiy, madaniy, adabiy muhit bu Shayboniylar davlatida, Buxoroda vujudga keldi. Buxoro xonligi deymiz dastlabki davrlarda. Bu bevosita Muhammad Shayboniyxonning ta'siri, nufuzi bilan bog'liq. Shayboniy hukmdorlarni barchasi ham ilm, fanga, madaniyatga, san'atga qiziqqan, ular
misol uchun mana Ubaydullohxon Ubaydiy taxallusi bilan she'rlar yozganligi ham ma'lum. Keyingi adabiy muhit Qo'qonda vujudga keldi. Bu bevosita Umarxon nomi bilan bog'liq amiriy taxallusi bilan ijod qilgan. Xivaga keladigan bo'lsak, Xiva xonligidagi o'sha ijtimoiy siyosiy jarayonlar, xonlikning birlashishi, uni nufuzini oshishi Muhammad Rahimxon bir davridan boshlandi. 1800-1825 yillarda Xiva xonligi birlashtirilib, o'zaro nizolarga barham berildi, qo'shni hududlar egallanib, ko'chmanchilarning hujumlariga chek qo'yildi. Natijada xonlikda ijtimoiy iqtisodiy barqarorlik vujudga keldi. Va bu narsa Alloqul xon davrida, Muhammad Amin xon davrida yanada o'zini cho'qqisiga chiqdi. Mana ko'rayotgan ko'pchilik me'moriy yodgorliklar aynan Alloqul xon, Muhammad Amin xonlar davrida bunyod etilgan. Bu jarayon mana shu ilm fanni, madaniyatni rivojlanishi aynan yuqorida mana ustozlarimiz ta'kidlab o'tgan Muhammad Rahimxon 2 soniy deymiz, ikkinchi Feruz taxallusi bilan ijod qilgan, uni davrida gullab yashnadi, avj oldi. Endi boshqa adabiy muhitlardan yana bitta tomonni aytishimiz kerakki, Xiva xonligidagi til masalasi. Buxoro amirligida davlat hujjatlarini yuritish, davlat ishlari asosan fors tojik tilida amalga oshirilgan. Bu narsa bevosita adabiyotga ham ta'sir qilgan. Adabiyotda ham asosiy ijod tili bu fors tili hisoblangan. Qo'qon xonligida davlat ishlarini yuritish aralash. Qisman fors tojik, qisman turkiy, ya'ni o'zbek tilida amalga oshirilgan. Bu yerda ham ijodkorlar bir qismi, bir guruhi forsiy tilda, bir guruhi demak turkiy tilda ijod qilishgan. Xiva xonligida Abulg'ozi davridan boshlab demak turkiy til hukmron bo'ldi. Bu yerda endi Saljuqiylardan oldinroqqa o'tadigan bo'lsak, Saljuqiylardan boshlangan, Xorazmshohlar davridan boshlangan turkiy til nufuzini oshishi Xiva xonligidagi adabiy muhitning asosiy farqlaridan birisi mana shu turkiy tilda, ya'ni o'zbek tilida ijod qilinganligi. Endi hozir aynan Muhammad Rahimxon 2 davriga ko'proq urg'u beryapmiz va Masharib aka, agar tushungan bo'lsam, bu davrdagi adabiy muhitning, tarixnavislikning, san'atga, madaniyatga, umuman ilm ahliga berilgan e'tiborning ildizi avvalroqqa borib taqaladi. Chunki vaziyat o'zi pishib yetilib kelgan demoqchisizda. Lekin endi biz tarixnavislik bu yerda asosiy o'rin tutar ekan, Nigor opa o'zi umuman Xiva tarixnavisligi, Xorazm tarixchiligi qachonga borib taqaladi? Uning asosi qayerda? Bu ham bir qiziqarli savol. Haqiqatdan ham har bir tarixnafislikni o'rganganda baribir uning avvalambor boshiga qaraladi va ilk boshlangan davrdagi adabiyotlar tahliliga ham e'tibor qaratiladi. Endi haqiqatdan ham Xorazm tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, tarixnafislikni dastlab boshlab bergan buyuk mutafakkir olimlardan biri bu Abu Rayhon Beruniyning qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar asari hisoblanadi. Endi yozilishi jihatdan haqiqatdan ham bu asar nihoyatda murakkab va o'sha yozilgandan buyog'iga o'rganib kelinayotgan bo'lsa ham hali yetarli olimlar uni yetarlicha tahlil qila olmaganlar. Va bunda tarixiy jihatdan tahlili ham kalendarni yuritish, butun xalqlarning, bu yerda faqatgina Beruniy asarida O'zbekiston yoki Xiva xonligi yoki Xorazm hududi emas, balki butun o'sha davrda yashagan turli qabilalarning butun kalendar tartibi, urf-odati, hukmron bo'lgan podsholar ro'yxati berilganki, bu bilan boshqa davrda yaratilgan asarlardan murakkabligi bilan ham va nimalarga, voqealarga boyligi bilan ham ajralib turadi. Shuning uchun ham bu Xorazmda tarixnafisning boshlanishi baribir Abu Rayhon Beruniy asarisiz baribir tahlil qilish murakkab. Endi Abu Rayhon Beruniyning asarining yana bir muhim jihati borki, bu yerda shu deyarli arablar bosqini davrida yo'q qilib yuborilgan tarixni yoritishga harakat qilingan. Masalan, o'sha afrig'iylar hukmronligi davri. O'shasi bilan ham nihoyatda qimmatli hisoblanadi va bu afrig'iylar davri tarixi hozirgi kungacha o'rganilib kelayotgan bo'lsa ham yozma arxeolog manbalar asosida o'z navbatida shu Beruniy bergan ma'lumoti hozirgacha ustunligini saqlab kelyapti. Demoqchisizki, aynan o'sha Asorul Boqiya asari bu
islomgacha bo'lgan davr, ya'ni deylik 5-6 asrlar undan avvalgi davr bilan bizning davrimiz o'rtasida bir ko'prik, ya'ni aynan mana shu asardan biz ma'lumotlar olishimiz mumkin. Adashmasam 2020-yilda qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarining yangi tarjimasi nashr etildi. Bu tarjima nimasi bilan ahamiyatli bo'ldi? Yangi nashrning ahamiyati nimada? Shunga ham o'z munosabatingizni bildirib keting. Endi haqiqatdan ham bizlar tarixchi bo'lgandan keyin bu asl manbani tarjima qila olmaymiz. Sababi o'sha forsiy, o'sha davrda yozilgan tillar bizlar uchun murakkab. Bular asosan sharq tillarini biladigan olimlarning ishi va o'z navbatida haqiqatdan ham dastlabki uning ruscha varianti 1958-yilda nashr qilindi. Keyin 60-yillarda ikkinchi nashri o'zbek tilida nashr qilindi. Haqiqatdan ham endi u davrda sovet mafkurasi asosida tarjima bo'lgan bo'lsa kerak deb haqiqatdan ham bizlar intiqlik bilan kutdik. Bu o'sha Abu Rayhon Beruniyning qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarining yangi nashri chiqadi degandan keyin haqiqatdan ham nihoyatda mukammal, yaxshi bo'lib asr nashr qilindi. Endi men o'zim ham o'sha Xorazmning qadimgi davr tarixi bilan shug'ullanganim uchun, ayniqsa ilk o'rta asrlarni yoritishda Beruniyning bergan ma'lumoti bizlar uchun eng asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Lekin o'sha 2020-yilda chiqqan nashrini o'qib, o'sha savolga javob izlagan paytda hafsalam pir bo'ldi. Asl manbaning o'zini o'sha sharqshunos olimlarimiz o'zi qayta nashr qilganda, bu 2020-yilda bunaqa xato takrorlanmasmidi deb o'ylovdim. Demak, hozir sizning munosabatingiz shunday bo'lyaptiki, aynan bu noyob, nodir asar yana mukammalroq tarzda nashr etilishi kerak. Kerak, to'g'ri, bu zarurat. Qaytadan faqat o'sha Abu Rayhon Beruniyning asl matni asosida. Bu keyingi davrdagi tarjimalardan emas, sovet davridagi tarjimalardan emas, balki o'sha asl matnining o'zini olib tarjima qilsa, balkim qolib ketgan, u davrda qolib ketgan voqealar chiqarmadi. Tarjima bilan shug'ullanadigan olimlarga men bitta iltimosim bor edi, shu haqiqiy asarni o'zil matnining o'zidan olib tarjima qilishlariga. Sababi tarixnafislik rivojlanadi qachonki o'sha davr adabiyotiga hurmat bilan faqat o'zi asl manbadan tarjima qilgandagina. Albatta, asliyatdan qilingan tarjimaning qadri baland bo'ladi baribir. Qadri baland bo'ladi. Rahmat. Endi yana bir savol bor bu yerda. Beruniy haqida ancha gapirdik. Beruniy endi 1000 yil avval yozgan bu asarni yaxshi bilamiz. Mana 10 asr muqaddam. Ammo undan keyin Xorazm shohlari davri bo'ldi, Mo'g'ullar bosqini, keyinchalik mana ikkinchi Renesansni boshlab bergan Temuriylar. Ammo undan keyin Mashar aka yuqorida aytib o'tganingizdek Shayboniylar keldi. Shayboniylar Ubaydullaxon, keyinchalik Abdullaxon ikkinchi davrda bu davlat anchagina rivoj topdi. Ashtarxoniylar, keyinchalik Uchxonlik. Va bu yerda bir asosiy jihat bor. Menimcha o'zi ijodkor bo'lgan, o'zi ilm ma'rifatga qiziqqan va unga homiy bo'lgan hukmdorlar ko'p bo'lgan. Ulardan biri albatta Abulg'oziy Bahodirxon. Uning tarixga bo'lgan munosabat qanday ekanligini asarlari orqali bilamiz. Shajarai Turk, Shajarai Tarokima. Lekin Abulg'oziy Bahodirxon obyektiv yoritganmi voqealarni? Hukmdorning o'z qarashlari ustunlik qilganmi? Mashar aka, sizning fikringiz? Albatta, Abulg'oziy Bahodirxon o'z davrining yirik siyosiy va demak madaniy buyuk shaxsi deyishimiz mumkin. Abulg'oziy Bahodirxonni shaxsiy hayoti juda ham murakkab kechgan. Ma'lum muddat demak Qug'inda asirlikda yashagan, o'sha tosh taxtni egallagan, lekin insoniylik kuchli bo'lganki, o'zi hayotligida taxtni o'g'liga topshirgan yagona hukmdor Xiva xonlarining ichida. Bu 23 yil davomida hukmronlik qiladi, o'zini hukmronligini tirik paytidayoq o'g'liga topshiradi. Endi Abulg'oziy Bahodirxonni asariga munosabat o'zi o'rta asrlarda tarixnavislikni o'ziga xos an'analari bor, qonun qoidalari bor. Odatda asarlar ikki qismdan iborat bo'lgan. Birinchi qismida o'zini davrigacha bo'lgan tarixni qisqa sharhlagan, bayon qilgan. Ikkinchi qismida o'zini davri, o'sha mavjud voqea hodisalarni yozgan. Abulg'oziy Bahodirxonni ikkita tarixiy asari bor. Bu Shajarai Turk va Shajarai Tarokima. Shajarai Turk asari turklar shajarasi, ya'ni turkiy xalqlar tarixiga bag'ishlangan, Tarokima turkmanlar tarixiga bag'ishlangan. Undan tashqari Manofiyul inson, ya'ni inson uchun foydalar degan tibbiyotga oid ham asar yozib qoldirgan.
eng mashhur keng iste'molda foydalanishda bo'lgan asari bu albatta Shajarai turk asari hisoblanadi. Shajarai turk asari 9 ta bobdan iborat. Uni yuqorida aytganimizdek asosiy qismi o'zidan oldingi voqealar bayoniga bag'ishlangan. Obyektiv yozilganmi deganda albatta obyektiv yozilgan. Chunki bu o'zidan oldingi voqealarni o'zlashtirishdan unga manfaat yo'q. U boricha yozgan. Endi Abul G'ozi asarni boshida shunday bayon qiladi. Asarni yozishga deydi, mana shu turkiy tilda yozish uchun deydi, mamlakatda odam topilmadi. Shuni yozadigan darajadagi odam topilmadi. Shuning uchun deydi, men o'zim yozishga, shuni mas'uliyatni bo'ynimga olishga majbur bo'ldim. Men bu asarni mamlakatdagi 5 yashar bola ham tushunadigan tilda yozdim deydi. Ya'ni turkiy tilda o'sha davrdagi xorazmiy lahjasida, tilida yozgan. Bu asarni o'sha originalni o'qib nima qiladigan bo'lsak, ko'proq Rabg'uziyni bayoniga o'xshaydi. Rabg'uziy davridagidek uni tiliga o'xshab bayon qilingan. Dastlabki qismlari, demak, boshqa tarixiy asarlardan, o'zidan oldingi mavjud tarixiy asarlardan bayon qilingan. O'zi tarixiy asarlarni yozishda eng birinchi boshida Alloh taologa hamd bilan boshlanadi. Mana bu Abul G'ozida ham, Munis, Ogahiy, boshqa muarrixlarning asarlarida ham dastlab Allohga hamd. Undan keyin payg'ambarimizga salovatlar yoziladi. O'sha davrdagi o'zini shajarasi, hukmdorlar, ularning nomlari, ya'ni buyurtmachilar bo'lganda hukmdorlar asosan. Va asarning yozilish sababi. Misol uchun nimaga yozyapti? Abul G'ozi aytayaptiki, boshqa odam yo'qligi uchun men o'zim yozishni boshladim deyapti. Munis aytayapti, Eltuzar xonning topshirig'i bilan mana shu asarni yozishni boshladim. Yoki Ogahiy har bitta xonni topshirig'i bilan o'zining davrini, tarixini bayon qilgan. Bu asarni 9-bobi, adashmasam, yo 10-bobi Abul G'ozi tomonidan yozilmagan, undan keyingi muarrix tomonidan aynan Abul G'ozini davridagi tarixiy voqealarning bayoni yozilgan. Keyinchalik kiritilgan u. Keyinchalik qo'shib kiritilgan. Endi haqiqatdan ham agar o'sha Abul G'ozi Bahodirxonning Shajarai turk asarini o'qiydigan bo'lsak, haqiqatdan ham bu tarixni unda obyektiv yoritilganligini ko'ramiz. Va o'z navbatida Abul G'ozi Bahodirxon o'sha davr uchun eng yetuk olim sifatida ham biz tahlil qilishimiz mumkin. Sababi u kitobning boshida yozib qoldiradi. Ya'ni men 3 ta kasbni mukammal egallaganman deydi. Shu 3 ta kasblardan birinchisi harbiy ilm bo'lsa, diplomatik aloqalar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi men she'riyatni yaxshi tushunaman deydi. She'riyat, g'azal borasida ham deydi, ilmim yetarli deydi. Uchinchisidan esa uning asosiy tarixni bilaman deydi. Tarixda o'tgan podsholarning ozmi ko'pmi nimalarni, tarixlarini bilaman. Va shu tarixni yozish Chingiziylar davridan buyog'iga deyarli hech kim tarix yozmaganligi sababli, tarixning shu joylari ochiq qolganligi sababli bunday murakkab ishni o'zim bo'ynimga oldim dedi va bunday ishni qila oladigan odamni ham topmadik, boshqa birovga lozim topilmadi degan fikrni beradi. U 13 yoshida o'sha taxt uchun kurashlar o'rtasida qolib ketadi. To o'sha taxtga kelaman degan davrgacha u qug'unlikda yashaydi. Lekin shunday og'ir sharoitda yashagan bo'lishiga qaramasdan, demak u shunday ilmli, bilimli va she'riyatni yaxshi tushunadigan, tarixni ham yaxshi mukammal yoza oladigan darajada bo'lib yetishadi. Bu ham bo'lsa, endi bunday tahlil qiladigan bo'lsak, haqiqatdan ham o'sha Xiva xonlari yoki Xorazm shohlari alohida ularning bilim berishiga, ta'lim tarbiya olishiga nihoyatda katta e'tibor qaratilgan degan xulosa bera olamizda, sababi tarixshunoslikdan o'rgatilganda. Sababi hech bir xon yoki nima yo'qki she'riyatga qiziqmagan yoki o'sha o'zining davri tarixini yoritib qolishga harakat qilmagan. Lekin eng muhim muammolardan biri shu tarixiy tahlil natijasida shu taxt uchun o'zaro kurashlar va bunda asosan o'sha
fitnalarning ko'p bo'lishi o'z navbatida shahzodalarning va Xorazmda shu xonliklarning hayoti deyarli betinch o'tgan bo'lsa ham, g'ala-g'ovur bilan, kurashlar bilan o'tgan bo'lsa ham, lekin shunday ulug' asarlarni yaratib o'z avlodlariga qoldirib ketishgan. Endi bu yog'ida ham Abulg'ozi Bahodirxonning faoliyatiga e'tibor beradigan bo'lsak ham, haqiqatdan ham Abulg'ozi Bahodirxon o'sha paytda qanday voqea bo'lgan bo'lsa, o'shani hammasini deyarli o'zi mukammal yoza olganda, sababi asarni o'qigan paytda haqiqatdan ham hozir ham unga tushunib bizlar baho bera olamiz. Shajarai turk haqida haqiqatdan tarixchilarimiz tomonidan yaxshi ma'lumotlar aytildi. Haqiqatda Abulg'ozi Bahodirxon haqida gapirganda qomusiy bilimga ega bo'lgan yetuk bir tarixnavis olim ko'z oldimizga keladi. Shajarai tarokima bu Turkmanlar tarixi deb aytiladi. Turkmanlar tarixini yozishga Abulg'ozi o'zida mas'uliyat sezadi. Burchdor deb biladi. Chunki deydi, biz doimiy ravishda Turkmanlar Xiva xonligi hukmronligi ostida yashaydi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, urushlar paytida turkmanlarga jabr qilganmiz. Shuning uchun deydi, turkman oqsoqollari iltimos qiladiki, turkmanlar tarixini yozib qoldirishni va natijada Shajarai tarokima yaratiladi va o'zini oz bo'lsa ham demak nimadan mas'uliyatini his qilgan holda, demak o'zini turkmanlar oldidagi nimani qarzdorlikni uzgandek his qiladi va bu asarda O'g'iz qavmidan yetishib chiqqan 10 ta ayol hukmdor haqida ham ma'lumotlar berib o'tgani alohida qimmatga egadir. Shajarai turk asariga keladigan bo'lsak, bu asar endi bayon uslubi nihoyatda sodda, hamma tushunadigan, haqiqatda muallifni o'zi ta'kidlaganidek, unga deydi men forsiy yoki arabiy tildagi so'zlarni ishlatmadim. Turkiy tilda yozishni o'zim uchun lozim deb bildim, chunki dedi xalqimiz tarixni bilsin dedi. Endi Abulg'ozi Bahodirxon mana shu tarixiy haqiqatni aks ettirar ekan, avvalo yurishlar haqida, o'zi haqida yozganda ham yoki Chingizxon avlodlari haqida yozganda ham yurishlarini yozar ekan, tarixiy haqiqatni boricha ko'rsatishga harakat qiladi. Jumladan Chingizxon avlodlarini masalan Hirotga qilgan yurishlarini ta'riflaganda, Hirotda dedi o'ldirilmagan, Hirot bosqini paytida 15 kishi qoldi dedi. Yoki Marvga qilgan yurishlari haqida so'z yuritganda Abulg'ozi aytadiki, Marvda dedi o'lgan insonlarni ro'yxat qilib chiqish uchun 13 kun vaqt ketdi dedi. Yoki yana Surxondaryoga qilgan Chingiziylarning yurishlari haqida so'z yuritgan vaqtda aytadiki, bitta ayol dedi Chingiz askarlaridan iltimos qiladi. Meni o'ldirmagin, menda dedi dur bor, javohir bor, men senga shuni beraman deganda dedi, qani dedi oldin duringni ber menga deganda, men uni yutib yuborganman, qornimda u dur degan vaqtda dedi ayolni qilichi bilan ikkiga bo'ldi. Natijada shunday bo'ldiki, o'lib yotgan birorta inson qolmadi. Chingiz askarlari hammani qornini yorib dur izlab chiqishdi dedi. Endi shuningdek bu asar adabiyot nuqtai nazaridan, tilshunoslik nuqtai nazaridan ham alohida qimmatga egadir. Jumladan aytishimiz lozimki, Abulg'ozi o'zini she'rga iqtidori borligini aytadi va Abulg'ozini ijod qilgan bir qator she'rlari aynan Shajarai turk asarida keltirib o'tiladi. Yana bu o'rinda Abulg'ozi ko'plab xalqlarni kelib chiqishi, qavmlarni, qal'alarni kelib chiqishi haqida ham qimmatli ma'lumotlarni keltiradi. Ayrim so'zlarni etimologiyasini beradi. Jumladan mo'g'ul so'zini izohlar ekan, mo'g'ul so'zi o'zi deydi mungul bo'lgan. Mung deganimiz qayg'u, ul deganimiz sodda, sodda, mungli sodda degan ma'noni beradi deydi. Yoki yana aytadi, Chingiz so'zini izohlaydi. Chingiz degan ulug' martabali, yuksak degan ma'noni beradi. Buxoro haqida so'z yuritganda aytadiki, Buxoro deydi ilm ahli jamlangan joy degan. Yoki soy degan, mana oqadigan suvni deydi, turkiy xalqlar soy deb ataydi deydi. Buni deydi nimalar forsiy xalqlar deydi, forsiy tilda bu rud deb ataladi. Arablar deydi vodiy deb aytadi, nimalar mo'g'ullar mudan deb ataydi deydi. Bu o'rinda ko'rishimiz mumkinki, Abulg'ozi bir nechta tillarni mukammal bilgan va so'zlarni izohlab berib, xalqimizda ana shu tillarga ham havas uyg'otishni, tarixni bilishni maqsad qilganki,
nafaqat demak tarixiy nuqtai nazardan tarixchilar, tilshunoslar, adabiyotshunoslar, etnograflar hamma birgalikda o'rgansa, bu asardan anchagina ma'no olishimiz mumkin. Albatta, Xiva adabiy muhitida, Xiva tarixnavisligida Muhammad Rizo Ogahiy haqida gapirmasak bo'lmaydi. Qaysi ma'nodaki, u ham qarindoshlik rishtalari bilan, ham ustoz shogird rishtalari orqali Shermuhammad Munisni davomchisi bo'lgan deyishimiz mumkin. Va aynan Firdavsul Iqbol asarining muqovasida biz Munis va Ogahiy, ya'ni hammualliflikni ko'ramiz. Buni yuqorida aytib o'tdingiz, ya'ni oxiriga yetmagandan keyin asar Ogahiy uni tamomlagan deb. Keling endi aynan Firdavsul Iqbol asarining ahamiyati, unda qaysi davrdagi voqealar yoritilgan, undan keyin o'zi umuman Ogahiy tarixnavis sifatida qanday xizmat ko'rsatgan? Masharib aka, marhamat. Xorazm tarixnavislik maktabi boy an'analarga ega dedik. Mana Abulg'ozi Bahodirxondan buni boshladik. 17-asrda Xudoyberdi Qo'shmuhammad degan tarixchi ham bo'lgan. Bu Dilg'aroyev degan juda ham bir qiziqarli asar yozgan. Buni ham tadqiq qilish zarur bo'ladi. Hozirgi kunda bu qo'lyozma shaklida chop qilinmagan. Umuman Xorazm tarixnavislik maktabini Qavomiddin Munirovni demak kitoblari bor. Xorazm tarixnavislik maktabi aynan Munis, Ogahiy bayoniy ijodlariga bag'ishlangan. Bular qomusiy ijodkorlar deyishimiz mumkin. Nafaqat tarixchi, balki shoir, davlat arbobi ham hisoblangan. Mana Shermuhammad Munis va Ogahiy amaki jiyanlar, ayrim manbalarda tog'a jiyan deb ham aytiladi. Miroblar bo'lgan, asli ota bobosi mirob bo'lgan. Shu miroblik kasbi Munisdan keyin Ogahiy uni davom qildirgan. Ayni paytda o'sha tarixnavislik ijodini ham Munisni Ogahiy bobomiz davom qildirganlar. Munisga Firdavsul Iqbol, ya'ni Jannat bog'i asarini yozishni Eltuzarxon topshirgan. Eltuzarxon 1804-yilda hokimiyatga kelgandan keyin shu tarixnavislik an'analarini davom ettirishni va o'z davrini tarixga muhrlashni o'sha davrning eng bir yirik vakili sifatida Munisga topshiradi. Firdavsul Iqbol asari o'sha o'rta asr tarixnavislik an'anasini bevosita o'zida yaqqol namoyon etadi. Asar boblar shaklida yozilgan. Misol uchun birinchi bobi shu Odam alayhissalomdan Nuh alayhissalomgacha bo'lgan davr tarixi, ikkinchisi Nuh alayhissalomdan Yofas alayhissalomgacha bo'lgan davr tarixi. Mana shunday tarixiy davomiylik asosida xronologik izchillikda bu asar bayon qilingan. Ogahiy davrida aynan o'sha Eltuzarxon davri tarixi bayon etiladi va Firdavsul Iqbol asari tugallangandan keyin Ogahiy 8 ta xon davrida yashagan va har bitta xonga atab maxsus asar yozgan. Endi 5 ta asar yozilgan xonlarning har birini davri haqida va o'zini vafotigacha mana 1874-yilda vafot etganlar Ogahiy bobomiz. Shu davrgacha oxirgi asari mana Muhammad Ramxon 2 davriga bag'ishlangan Shohid Iqbol asari bo'ladi. Rahmat Masharib aka. Tozagul opa, fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Munisni tarixnavisligini davom ettirib gapiradigan bo'lsam, endi mana biz yuqorida ko'rib o'tdik, Shajarai Turkda Abulg'ozini uslubi nihoyatda sodda, ravon, hamma tushunadigan uslubda. Lekin Munisni tarixiy asarini uslubi bundan farq qilib nihoyatda murakkab va klassik uslub deb aytiladi bu. Asosan nasr va nazm uyg'unligi yetakchilik qiladi, ammo nasriy o'rinlarda, nasriy ma'lumotlar keltirilgan vaqtda sajlangan fikrlar uchraydi. Saj asosida fikrlarni ifodalaydi va nihoyatda mubolag'ali tasvirlarga keng o'rin beriladi. Demak, Munisni yana tarixiy asarda arabiy, forsiy so'zlar yetakchi o'rin tutadi. Demak, u klassik uslubni, mumtoz an'anani davom ettirganligi uchun ham men o'ylaymanki, Munis aynan mana shu murakkab uslubni tanlagan. Endi
xonni topshirig'i bilan mana shu Firdavsil Iqbolni yozishni muayyan muddat davom ettirib to'xtatib 1812-yilgacha bo'lgan voqealarni yozib to'xtatadi. Bunga sabab unga xon tomonidan ikkinchi bir topshiriq berilgan edi. Ya'ni Mirxonning mashhur Ravzat Safo asarini tarjima qilish topshirilgan edi. Ana shuning uchun Munis mana shu asarni kelgan joyda to'xtatib, Ravzat Safoni tarjimasiga kirishib ketadi. Endi Munis vafotidan 11 yil o'tgandan keyin Ollaqulixon tomonidan Ogahiga asarni tugallash topshiriladi. Demak, bu 1840-yilga to'g'ri kelyapti. 40-yilga to'g'ri keladi, aynan. Demak, Ogahiy endi Munis boshlagan, birinchi boblarini yozgan, birinchi qismini yozgan asarni yozib tugalaydi. Tadqiqotchilarni ma'lumot berishicha, Ogahiy uslubi bilan Munis uslubida ayrim seziladigan o'rinlar ham bor deb keltirishadi. Ya'ni Ogahiyniki Munisga qaraganda sal soddaroq uslub ekanligini ta'kidlab o'tishadi. Endi asarni o'qir ekanmiz, asarda aynan dastlabki qismlarida Odam alayhissalomdan boshlangan va bu qismlar an'anaviy tarzda davom etayotganligi sababli qisman Abulg'ozinikiga o'xshab ketadi degan fikrlar ham bildiriladi. Mazkur asar to'la holda istiqloldan keyingi yillarda taniqli Navoiyshunos, adabiyotshunos olimimiz Nusratilla Jumaxo'ja, xorazmlik marhum olim Safarboy Ro'zimboyev va marhum ustozimiz Abdulla Ahmedovlar tomonidan to'la holda izohlar bilan nashr etildi. Bu esa keyingi paytdagi ilm ahli uchun, demak, Firdavsil Iqbolni o'qishni istovchi kitobxonlar uchun yana ham keng imkoniyatlarni yaratdi. Ana shu asarni nashrini oxirgi so'ng so'zida Nusratilla Jumaxo'jayev yozadiki, Munis deydi, negadir xonni topshirig'i bilan yozganligi uchun ham asarda deydi, o'z tarjimai holiga oid ma'lumotlarni nihoyatda kam keltirgan. O'zi haqida ma'lumotlar deydi, deyarli uchramaydi desak ham bo'ladi degan fikrlarni keltiradi. Demak, bu Xorazm tarixini mana shu 200 yil to'xtab qolgan Xorazm tarixnavisligini davom ettirish maqsadida tarixiy voqelikka keng e'tibor beriladi. Xonning yurishlari, masalan, o'zaro Buxoro xonligi bilan bo'layotgan urushlar, Eron xonlari bilan bo'layotgan urushlar, boshqalar haqida ma'lumotlar beradi. Ammo bunda ham aynan Munisni shoir bo'lganligi uchun ham she'riy parchalarga alohida e'tibor beradiki, bu she'rlarni alohida o'qish ham mumkin, asarni muayyan kompozitsion jihatdan uni to'ldiruvchi qismi deb ham qarash mumkin. Rahmat. Endi Muhammad Rizo Ogahiy haqida gapirganda biz odatda bu insonni, ijodkorni shoir sifatida bilamiz. Qolaversa, mohir tarjimon sifatida bilamiz. Yuqorida Masharib aka aytib o'tdilar, davlat arbobi sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Va mana bu sifatlarning yoniga hech ikkilanmasdan tarixchi, tarixshunos, tarixnavis desak bo'ladiki, u boshqa sifatlardan ko'ra kam bo'lmaydi. Demak, Muhammad Rizo Ogahiy haqida alohida to'xtalishimiz kerak bo'ladi. Ogahiyning tarix ilmidagi ahamiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? Albatta, bu yerda endi yillar xotirada turmaydi. Bregel, Yuriy Bregel Ogahiy asarlarini, o'sha Munis Ogahiyni, Firdavsil Iqbol asarini, demak, Moskvada tarjima qilib o'rgangan va asarlar juda ham qisqa muddatda yozilganligini alohida qayd qiladi. Misol uchun Firdavsul Iqbol asari 1840-42-yillarda, Riyozud Davla asari 1842-44-yillarda, Zubdatut Tavorix asari 1844-1846-yillar oralig'ida yozib tugatilgan. Yuqorida ta'kidlab o'tdik, bu asarlar ma'lum bir xonlarni topshirig'i bilan o'shalarning davriga bag'ishlab bayon etilgan. Keyingi 3 ta asar mana Jomil Voqeot Sultoniy 1846-1855-yillar. Bu Muhammad Aminxon davriga bag'ishlangan. Gulshanid Davla asari 1855-1864-yillar. Said Muhammadxon davriga bag'ishlangan va Shohidul Iqbol 1864-1872-yillar voqealarni o'z ichiga oladi. Bu Muhammad Harimxon II Feruz davriga bag'ishlangan asarlar hisoblanadi. Ogahiy tarixiy asarlarni yozishda o'ziga xos bayon uslub bor. Bu asarlar yillar kesimida xronologik ketma-ketlikda, izchillikda yozilgan
va har bitta o'sha asar ichidagi bo'limga nom qo'yilgan. Bular asosan masalan yurishlarga bag'ishlangan, xonning ma'lum bir hududlarga istilochilik yurishlari yoki hududda yuz bergan qo'zg'olonlar, shuningdek alohida bir mavzular bag'ishlangan ov jarayonlariga, ya'ni xonning shikorga chiqishi deb alohida bayon etilgan. Bundan tashqari mamlakatdagi bayram shodiyonalari, madaniy jarayonlar, qurilish, me'morchilik, bunyodkorlik ishlari ham ogahiy asarlarda demak bayon qilingan. Endi shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, ogahiy asarlarini o'rganish, tarixiy asarlarni o'rganish keyingi davrlarda yaxshi yo'lga qo'yildi. Ogahiy tavalludining 210 yilligi munosabati bilan Xorazm viloyat hokimligini homiyligida Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlari tomonidan ogahiy asarlarni 20 jildligini nashr etishlari amalga oshirildi. Bu yerda qayta nashr hammasi o'rganilib, bu ishlarga professor Abdulla aka O'razboyev boshchilik qildilar va asarlar nashr etildi. Ogahiyning tarixiy asarlari, tarjimalari, demak badiiy asarlari hammasi mana shu jildlarni ichiga kiritildi. Haqiqatda ogahiy tarixiy asarlarida xonni yurishlari, ov manzaralari, ma'lum bir qal'ani barpo etilishi bilan bog'liq ma'lumotlar juda katta o'rin tutadi. Lekin bir narsani kuzatishimiz lozim. Mana shu ma'lumotlar xronologik tarzda tarixchiday bayon qilinmaydi va Abdurashid Abdug'afurov ta'kidlaganidek, demak bu o'rinda biz tarixchi ogahiy va shoir ogahiy nigohini bir joyga birlashganini ko'ramiz. Ya'ni ogahiy bir tomondan tarixchi sifatida tarixiy voqelikni bizga jonli tarzda bayon etyapti. Ikkinchi jihatdan shoir sifatida ularga demak badiiy libos kiydiryapti. Badiiy tarzda ifoda etyapti. Endi bu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bu o'ziga xos yondashuv hisoblanadi, uslub hisoblanadi va asarni yanada o'qishli qiladi. Yanada o'qimishli qiladi. Endi ogahiy bergan ma'lumotlar bilan bir qatorda biz aynan tarixiy asarlarda adabiy hayotga oid, adabiyotga oid, ijodkorlarga oid juda ko'plab qimmatli ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Riyozutdavla asarida aynan Munisni vafoti munosabati bilan Dilovarxo'ja tomonidan yozilgan tarix va marsiyani ham tarixiy Riyozutdavla asarida keltirib o'tadi va ana shu jarayonda Dilovarxo'jaga shu darajada yuksak baho beradiki, uni o'qigan kitobxon aynan Dilovarxo'ja ham davrini yetuk ijodkori ekan degan tasavvur hosil bo'ladi. Shuningdek, ogahiy asarlarida nasr va nazm birgalikda kelishi alohida e'tiborga molik. Aynan biz ana shu o'rinlarda she'riy janrlarni ko'plab namunalarini kuzatamiz. Xususan, ogahiy keltirgan janrlar g'azal, ruboiy yoki qit'a, masnaviy, fard, bayt shaklida beriladi. Agar birorta shoir she'rini keltirgan bo'lsa, o'sha shoir nomini keltirib o'tadi. Agar shoir she'rini bermasdan o'zi ijod qilgan bo'lsa, g'azal bundoqdir deb g'azalni yoki baytni keltirib o'tadiki, bundan biz demak she'rni aynan ogahiy qalamiga mansub ekanligini ko'ramiz. Ogahiyni Shohid Iqbol nomli tarixiy asarini o'rgangan olim, adabiyotshunos Nafas Shodmonovni e'tirof etishicha, Shohid Iqbol asarida 2000 misradan ortiq she'r keltiriladi. Bu shuni ko'rsatadiki, tarixda bizda 12 ta she'r yozib ham tarixga muhrlanib qolgan ijodkorlar bor. Demak, ogahiyni aynan bitta asari misolida aytadigan bo'lsak ham, shunchalik ko'p she'r keltirilgan ekanki, ana shu she'rlarning o'zi yo'q. Ogahiyni demak adabiyotimiz tarixida, ma'naviyatimiz tarixida mangu saqlanib qolishi uchun asos bo'la oladi deb bemalol aytishimiz mumkin. Shu o'rinda ogahiyni qit'alari haqida ham qisqacha gapirmoqchiman. Gulshan Davlat degan asarida demak 22 ta qit'a keltirilgan. Aynan Xorazmdagi iqtisodiy tanazzul haqida so'z yuritar ekan, fikrini ifodalab, xalqni g'oyatda mushkul ahvolga tushib qolganligini keltiradi va aynan quyidagi qit'ani asarni ichiga keltirib o'tishni joiz deb biladi. Bo'lib borcha bug'doy kabi sinat chok,
qilib non hasratida o'zini halok, kecha oy shaklin ko'rsa nogahon, uzatir ilik non aylabon gumon. Demak, ogahiy bu o'rinda agar deydi odamlarni qalbidagi chok, ya'ni alam, g'am, qayg'u xuddi bug'doy sinasidagi chokka, ya'ni mana shu chiziqqa o'xshatiladi. Ularni qalbi deydi chokka, yaraga aylanib ketdi. Chunki ularda non hasrati, nondan boshqa tashvish yo'q. Agar deydi kechasi oy chiqsa deydi yo'qsil odamlar uni xuddi non deb o'ylab qo'l uzatadi. Chunki ularni qorni och. Inson uchun ogahiyning nazdida demak qorin tashvishidan kattaroq azob, kattaroq tashvish yo'q. Bundan ko'rinadiki, ogahiy hamisha xalq g'amini, el g'amini, xalq demak dardini, tashvishini kuylagan, ularga o'zini. Albatta biz bugun ogahiyning, Munisning tarixiy asarlari haqida so'z yuritdik, lekin Xiva adabiy muhiti va undagi tarixnavislik haqida gapirganda yana bir ijodkor va uning asari haqida so'zlamasak, menimcha bu davr haqidagi so'zlarimiz, fikrimiz kemtik bo'lib qolardi. Bu ham bo'lsa Bayoniyning Shajarai Xorazmshohiy asari. Sohib opa, aynan bu asar haqida va undagi aks ettirilgan voqealar haqida sizning ma'lumotlaringiz? Bayoniy tomonidan yozilgan Shajarai Xorazmshohiy mana bugun biz mavzuda ochayotgan o'sha Xorazm tarixnavisligini barcha an'analarini o'zida jamlaydi. Biz Xorazmga xos bo'lgan tazkiranavislik haqida gapiradigan bo'lsak, bu tazkira an'analar doirasida o'ziga xos yangilikni yaratishga erishdi. Ya'ni Xorazmda o'ziga xos bo'lgan tazkiranavislik. Hozir ustozimiz aytdilar, Firdavsil Iqbolda yoki Shohidil Iqbolda nazm va nasr yonma-yon ketadi. Nasr bayonidan keyin nazmga xos bo'lgan ogahiyda ham, Shermuhammad Munisda ham tafsilotlar etiladi. Endi Shajarai Xorazmshohiyga kelsak, Bayoniy mana shu an'analarni o'zida jamlagan holda yangilikka erishdi. Men matnni ko'rib chiqdim. Bu matn hozir tilga olindi. Filologiya fanlari doktori professor Nusratulla Jumaxo'ja ustozimiz tomonidan va Iqbol Adizova tomonidan tayyorlangan, matn tabdil qilingan, o'sha qo'lyozma matndan tabdil qilingan. Shu tabdil bilan tanish jarayonida bizga ma'lum bo'ladiki, Bayoniy xolislik va muntazamlikka qat'iy amal qilgan. Xolislik bilan ogahiy munislarning tarixiy asarlarini oladi va 15-16 bobni o'zi kiritib, asarni mukammal bitta oxirgi shakliga yetkazadi. Ko'rishimiz bo'yicha birinchidan xolislik yo muntazamlik deganda Bayoniy ko'rgan va o'zi ishtirok etgan voqealar tafsilotini beradi. Ikkinchi jihatdan ko'rgan, lekin o'zi ishtirok etmagan voqealar tafsiloti ketadi. Uchinchi jihatdan men bu voqealarda deydi ko'rmadim ham yoki bu voqealarni biron bir manbadan o'qimadim, lekin eshitdim deydi. Demak, bu muntazamlik bir-biriga qorishib ketmaydi. Agar siz matnni o'qisangiz, siz Bayoniyni qaysi joyda ko'rgan voqeasini aytib beryapti yoki qaysi joyda eshitgan voqeasini gapirib beryapti, o'shani batamom ajrata olasiz. Xususan, masalan, qiladigan bo'lsak, Muhammad Rahimxon Feruz haqida gapiradi, aytadi 7 yillik bayonni deydi. Firdavsil Iqboldan, ogahiydan, Munisdan topolmadim. Ularni deydi tug'ilganlaridan to vafotlariga qadar deydi 7 yillik voqea bayoni yo'q deydi. Men buni deydi bilguvchilardan eshitib matnga kiritdim deydi. Buni ham xolis bayon etib o'tib ketadi. Bayoniy Shajarai Xorazmshohiyni yozishdan oldin bir nechta asarlarni arab tilidan, fors tilidan tarixiy asarlarni o'zbek tiliga o'girgan edi. Aynan o'sha Tabariyning asari, tarixiy Tabariy asari, tarixiy Tabariy asari masalan katta asar.
tarixiy asar. O'shani o'zbek tiliga o'girib, ma'lum bir mahorat maktabini o'tagan edi-da Bayoniy. Tajribasi bor edi. Shuning uchun ham Bayoniy o'sha mufassallikka, o'sha muntazamlikka, xolislikka to'la amal qildi. Rahmat. Endi mana tarixiy asarlar haqida, tazkiralar haqida ma'lumotlar oldik. Lekin bugungi o'zbek o'quvchisiga, kitobxoniga, talabasiga, o'quvchisiga umuman tanish bo'lmagan qandaydir nomlar ham bormi? Qaysidir bir ijodkorlar hozir tanishtirilishi kerak deb o'ylaysizlarmi? Tozagul opa? Albatta, bu biz bilamizki 20-asrni 20-yillarida mana shu Sovet hukumati o'rnatilgandan keyin 20-yil 12-iyul kuni Muhammad Rahimxon harami tarqatilib, uni saroyida bo'lgan 10 kishi o'zini avlodidan shoh, shahzoda, mana shu ukalari, nevaralari yig'ilib, shularni hammasini Ukrainaga surgun qilishadi. Bu jarayon o'zi 10 kishi emas, 10 tasi shahzoda, ular qolganlari amaldorlardan. 10 tasi shoh va shahzodalardan edi va bularni aksariyat qismi ijodkorlar edi. Biz tarixiy asarlarni, tazkiralarni o'qir ekanmiz, bularda ularni iste'dodi naqadar yuksak ekanligini guvohi bo'lamiz. Xususan aytishimiz mumkin, Sadulla To'ra bu Sa'diy taxallusi bilan she'rlar yozgan xonni nevarasi hisoblanadi. Bu Sadulla To'ra Said Abdullaxonning o'g'li, ya'ni Muhammad Rahimxonning nevarasi hisoblanadi. Otasi oldida emas, yoshligidan Feruz saroyda tarbiya topadi va uni iste'dodli ekanligini ko'rib, xonni o'zi unga Bayoniyni ustoz sifatida biriktirib qo'yadi va Bayoniydan she'r ilmida tahsil oladi va junun va she'rlar yozar edi deb Laffasi ta'rif beradi unga. Demak, mana shu o'zi bu tug'ma ko'sa va bukri bo'lgan. Tug'ma nogiron inson bo'lgan Sadulla To'ra, lekin mana shu surgun qilinganlarning ichida aynan Sadulla To'ra ham bor edi. U Ukrainada shaxtada ishlaydi, savxozda ishlaydi, nihoyatda qiynalib, oxirida demak ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ular afv etiladi va yurtiga qaytib keladi. Kelgandan keyin ishlashga joy topa olmay, umrini oxirigacha demak hammomda go'lahlik bilan shug'ullangan va mana shu hammomni go'lahi sifatida ishlab, shu joyda yashab yurib, shu joyda xorzorlikda vafot etadi. Aynan mana shu shahzodani qismati ham nihoyatda ayanchli va uni she'rlarini o'zim o'qib ko'rdim, chunki nimalar tomonidan, Laffasiylar tomonidan keltirilgan nihoyatda iste'dodli ekanligini ko'ramiz. Yana aytishimiz mumkin Nosir To'ra. Bu Muhammadyor To'ra, ya'ni Muhammad Rahimxon o'g'li Muhammadyor To'rani o'g'li hisoblanadi. Nosir To'ra sultoniy taxallusi bilan she'rlar yozadi. Bu endi Feruzning nabirasimi? Feruzning nabirasi hisoblanadi. Sultoniy taxallusi bilan she'rlar yozadi. Muhammadyor To'rani ikkita o'g'li surgun qilingan. Abdurasul To'ra bilan Nosir To'ra. Bular hamma ketadi yurtiga, ko'pchilik o'lib ketadi, qiyinchiliklarga chiday olmay, ana shu vaqtda bular ikkalasi, aka-uka ikkalasi Ukrainada qoladi. Ukrain qizlarga uylanishadi. Lekin Nosir To'rani xarakteri nihoyatda og'ir bo'ladi. U bilan hamma ayol ham chiqishib keta olmaydi. 44-yilda bitta o'zi yolg'izlikda vafot etadi. Lekin Abdurasul To'ra quvonarli hol shundaki, Xivani 2500 yilligi nishonlangan paytda 90 yoshida bo'ladi va Xivaga tashrif buyurdi. Aynan bu Abdurasul To'ra ham xonni avlodi sifatida o'zi yashagan joylarga borib tavof qiladi va ketgandan keyin ma'lum oydan keyin vafot etdi. Yana bunday shahzodalardan juda ko'plab keltirishimiz mumkin. Masalan, Isfandiyarxonning o'zi Farruh taxallusi bilan she'rlar yozgan, yoki To'xtamurod To'ra Murodiy taxallusi bilan she'rlar yozgan, yoki Said Homid To'ra Kamyob taxallusi bilan she'rlar yozgan. Aynan Kamyobni ikkita tarixiy asari ham, devoni bilan tarixiy asari ham bizgacha yetib kelgan. Endi bular o'rganilyapti bugungi kunda adabiyotshunoslar tomonidan, tarixchilar tomonidan, lekin baribir hali xalqimizga yaxshi tanish bo'lmagan shahzodalar hisoblanadi. Men o'ylaymanki, kelajakda aynan shu shoirlar, ijodkorlarni ko'proq targ'ib qilish, ularning she'rlaridan namunalar
demak e'lon qilib borish, devorlarini to'la holda nashr etish kun tartibidagi dolzarb masalalardan biridir. Albatta, nafaqat adabiy jihatdan, balki tarix nuqtai nazaridan ham ularni o'rganish tarix ilmi uchun, tarixshunoslik uchun yangi bir tadqiqotlar bo'ladi va yangi ma'lumotlar berish ham mumkin. Endi albatta bu davr haqida qancha gapirsak oz, chunki bir ogahiy yoki bir munisning o'zi uning tarix ilmida qilgan ishlari nechtalab masalan turkum ko'rsatuvlar qilishga arziydi. Qolaversa, Xiva adabiy muhitining boshida turgan va bu adabiy muhitni eng yuksak darajaga olib chiqqan Muhammad Rahimxon II Feruzning shaxsiyatiga ham alohida to'xtalsak bo'ladi. Ammo vaqtimiz chegaralangan, keling bugungi ko'rsatuvni xulosalaymiz. Xo'sh, bu davr, bu mavzu yuzasidan yana qanday ishlar qilinishi kerak, nimalarga e'tibor berilishi kerak? Xulosaviy fikrlaringiz. Sohib opa, marhamat, sizdan boshlaymiz. Bu davrda faqatgina tarix navisligi, tazkira navisligi emas, hozir aytgandek Muhammad Rahimxon eng katta e'tibor bergan devonchiligini ham o'rganishimiz kerak. Juda ko'plab devonlar tuzilgan. Turli manbalarda beriladi, masalan 45 ga yaqin yoki 50 dan ortiq yoki 60 ga yaqin ijodkor bor bo'lsa, shu ijodkorlarning hali bir 10 tasini devoni to'la tabdil qilindi. Qolganlari esa qo'lyozma holida yoki toshbosma nusxada turibdi. Eng hozir bizning fikrimizcha masalalardan biri Muhammad Rahimxon II davrida o'sha Fehrisda ko'rsatilgan devonlarni tabdilini amalga oshirish deb o'ylaymiz. Nigor opa, marhamat, xulosaviy fikrlaringiz. Haqiqatdan ham mavzu nihoyatda dolzarb, sababi bu matnlarning, asarlarning asl matnini tarjima qilish orqali nafaqat she'riyatda, balki tarixda yoritilmagan jihatlarni ham yoritish mumkin va o'z navbatida bizlardagi mana shu O'zbekiston hududida yashagan mutafakkirlarning o'ziga xos qarashlari ham borki, ya'ni ular voqelikka obyektiv qarashgan va o'z navbatida keyingi davr siyosiy mafkuralar asosida yoritilgan tarix esa hozir bizga o'quvchilarga yetib kelyapti. Shu nuqtai nazardan olib qaragan paytda ularda yozilgan tarixni haqiqiy kinofilm qilish mumkin-da. Sababi ularda hamma narsa izchil va o'sha davr voqeati muhiti ularda yoritilgan. O'shaning uchun ham men bitta taklifim bor edi, o'z navbatida faqat o'sha asarlarda haqiqiy o'zbek kitobxoni tushunadigan tilga o'girgan holda, ya'ni u davrning tilidan o'girgan holda kitoblar nashr qilish va o'sha kitoblarning o'zi asosida kinossenariylar yaratish. O'shandagina bizlar badiiy to'qimidan xoli holda o'sha asarning o'zida berilgan mohiyatini bizlar kitobxonga aholimizga yetkaza olamiz. Ana o'shanda ularda haqiqiy o'zbekona milliy ruh shakllanadi deb o'ylayman. Tozagul opa, marhamat. 1909-yilda Ahmadjon Tabibiy ikkinchi tazkirasini tuzadi. Bu aynan muhammas va musaddaslardan iborat bo'lgan tazkira edi. Aynan mana shu tazkirada 190 ta muhammas, 58 ta musaddas berilgan va bu aynan Feruz saroyidagi shoirlar edi. Men o'ylaymanki, ikkita tazkirani ham mukammal o'rganish adabiyotimiz uchungina emas, tariximiz uchun, ma'naviyatimiz uchun, madaniyatimiz uchun katta manba bo'la oladi. Xorazm adabiy muhitini o'ziga xosligi, demak alohida janrlardan ham majmua tuzish mumkinligini isboti amalda o'z tasdig'ini topgan bo'lardi. Mustaqillik yillarida, ayniqsa mana keyingi yillarda juda ham ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Aynan mana shu tariximiz bo'yicha tarixshunoslik, manbashunoslik yo'nalishlarida bu tarix fanlari bo'ladimi, filologiya, falsafa, pedagogika sohalarida yuzlab deyishimiz mumkin dissertatsion tadqiqotlar amalga oshirildi. Men istardimki, mana shu tadqiqotlarning natijalari maktab darsliklariga, oliy o'quv yurtidan ta'lim darsliklariga, dasturlariga kiritilsa, bizlar tariximizni yanada chuqurroq, xolisroq, obyektiv o'rgangan bo'lardik. Katta rahmat barchangizning tashrifingiz va qimmatli fikrlaringiz uchun teletomoshabinlarimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsiz.
Muhtaram teletomoshabinlar, tarixiy savol ko'rsatuvining yana bir soni o'z poyoniga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. O'zbekiston tarixi telekanalidan uzoqlashmang deymiz. Xayr, omon bo'ling.